Hammaga assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Menimcha hammalaringiz tanib qoldingizlar. Bebinur bizani yaqinda jamoamizga qo'shilgan eng zo'r faol shogirdlarimizdan. Bugun Bebinur bilan biz birgalikda bitta uyni ko'rsatamiz, obzor qilamiz. Siz unga shu videoga bitta like bosing. Bugungi uyimiz juda ham noodatiy, shundaymi? Shunaqa, juda ham. Bu uyda eng sizga ko'p yoqqan tomoni nimasi bo'ldi? Bu uyda menga birinchi o'rinda proyekti yoqdi. Kattagina 3 xonali, kamiga yana skvozniy variant. Juda ham yaxshigina. Bo'lsin, tomosha qilamizmi? Albatta. Ketdik, bir boshdan ko'rsatamiz. Kirorish eshigidan boshlab. Xo'p. Biz nechinchi qavatdamiz, Bebinur? Bizlar 5 qavatli domni 4-qavatida joylashgan 3 xonali kvartiradamiz. Hozir bu kiraverish eshigimiz. Asosiy kirish eshigimiz. Asosiy Podyezdda ikkita kvartira joylashgan, e'tibor berdingizmi? Ha, ana shu tarafi ham yaxshi. G'avr ko'p bo'lmaydi. Bir-biringizga xalaqit berish ham kamroq bo'ladi. Ikkita hamsiya bo'lgandan keyin nima deydi? Ko'ngil tinchroq bo'ladi-da. Podyez toza bo'ladi. Xuddi shunday. Sen sol, men sol qilmaydi. Kimni vaqti bo'lsa podyezga yurib ketaveradi. Ayollarda bu katta temasida, aka, to'g'risini aytsam. Shunaqa. Ashlarni aytingda, uy tanlashda mana shu narsalarga ham qarash kerak. Kichkina detal, lekin foydasi tegadi. Uy tanlashda. Chunki hozirgi zamonda nima ko'p ishlaydigan ayollar ko'p, vaqti juda ham kam. Lekin harakat qilishadi, hamma joyda toza saqlashga. Shuning uchun bu variant juda ham yoqdi menga. Bo'lmasam tomosha qilamiz, xonalarni ko'rsating. Ketdik. Xo'p, kiraverish eshigidan boshlayman. Kattagina prixoshkamiz bo'lyapti. Hol qismi, ya'ni hol qismi ham judagina kattagina ekan. Oyna qo'yilibdi. Mana bunday obuvnoy qo'yibdi. Xohlasangiz o'zingiz bitta mebel qo'yib yuborsangiz ham bemalol sig'adigan joy. Ha, kiyimlaringizni kiyganda masalan bemalol yechib qo'yishga, masalan, o'tirib obuvlar kiyib, удобный qilish uchun yaxshigina joy prixoshka. Prixoshkada mana bunday chap qo'limizda детский комната bo'lyapti. Детский комнataga ikkita chiroyligina kravatcha qo'yib, ikkita bolakay uchun va bitta shkaf qo'yilgan. Xohlasangiz, agar sizda farzandingiz 3 ta bo'ladigan bo'lsa, boshqa xona ham bor ko'chirishga. Tor emas. Aynan bugungi uyimiz 3 xonalik, lekin 4 xonaga aylantirsa bo'ladi. Video davomida ko'rsatib ketaveramiz. Albatta, chunki bu yerda yaxshigina variantlarini ko'rsatib o'tamiz. 3 xonali emas, 4 xonali qilib yashash uchun zo'r variant ekan, shuning uchun aytyapman. Xo'p, keyingi xonamiz bo'lyapti. Bu yerda kattalarning spanisi. Kattalarning spanisiga ham xuddi shunaqa ikkita kravat va bitta shkaf qo'yibdilar. O'zingizni didingizga mos qilib turib, bu mebellarni almashtirib, pardalarni almashtirib, chiroyli o'zingizni didingizni mos qiladigan mebellar qo'ysangiz, yana ham yaxshigina xonacha bo'ladi. Keyin chiqqanimizda spaniyadan, kattalar spanisidan chiqqanimizda mana shunaqa chiroyligina garderob qismi bo'lyapti. Bu ayollarning nozik joyi, qancha ko'p kiyim olsak shkafga sig'maydi-ku. Mana shu yerga sig'diradigan joyida, lekin aka, to'g'risi. Erkaklar buni hozir kladovka qilamiz deb rejalashtirib turdi. Yo'q, unaqa qilmang, iltimos. Chunki yildan yilga, oydan oyga fasonlar, modalar chiqadi. Bizlar ko'zimiz quvnaydi, sig'dirishimiz kerak-da, aka. Aynan mana shu uy ko'ryapsizmi? Qanaqa pulislari ko'p. Kladovkani garderob qilamiz. 3 ta bolamiz bo'lsa, bemalol xonalari bor. Bu ayollar uchun ekanda, ko'p qulayliklar bor ekan. Xo'jayinlarimiz nima uchun ishlaydi? Baxtimiz uchun, ayollarning baxti uchun. Yo'q, hech emas, erkaklar olib beryapti. Bitta shu yerda kladovka qilib qoldirsanglar bo'lmasmidi? Yo'q, sizlarga chiroyligina futbol ko'rishlaringiz uchun Spaniyada televizor qo'yib beramiz, bo'ladi. Ketdik. O'zi rosti ham shunaqa, o'zi rosti ham shunaqa. Davom etamiz, keyingi xonalarni ham ko'rib ketamiz. O'zi erkak kishi faqat uyga uxlash uchun kelar ekan. Kun bo'yida faqat ayollar bolalarni qoladi bu uyda va bolalar tarbiyasi bilan shug'ullanadi ayollarimiz. Erkaklar to kelguncha ovqatlarni pishirib, shirin taomlarni pishirib kutib oladi. Erkak faqat kechqurun keladi, bitta ovqatlanadi, bolalar bilan bitta gaplashadi, televizorni ko'radi, uxlaydi. Bu ertalab yana ishga. Shunday, erkak kishi uchun uyda qanaqa sharoit bo'lishi kerak? Bitta televizor, bitta divan. Va spokойствие. Nima deydi? Tinchlik. Tinchlik. Muhimi tinchlik. Siz ana shu tarafdan yutishingiz mumkin. Xo'p, keyingi xonamiz mana shunaqa kattagina zal qismi bo'lyapti. Bu yerda faqat konditsioner bor. Parda, lyustralar bor. Lekin siz bu yerga divan qo'yasizmi yoki stol qo'yasizmi, mehmonlaringiz uchun kengina, yaxshigina zal ekan. Hech qanaqasiga masalan xohlasa divan, xohlasa stol qo'ysa bo'ladi. Stol qo'ysangiz ham bu yerda tor bo'lib qolmaydi. Bemalol o'tib qaytishga, unaqa xizmat qilishga ham yaxshigina zal ekan. Mana shu parda ortini mana shu yerdan bitta ochib ko'rsatib bersangiz yaxshi bo'lardi. Keling, bitta men sizga shu yerni ko'rsatay. Bu o'rtasini ochmasak, shunaqa. Eshik qo'ygani yaxshi ekan. Bu yerda balkon qismi, lekin balkon ikkiga bo'lingan. Nima uchun aytdim boyna 3 ta yo 4 ta farzandingiz bo'lsa, siz bemalol mana shu yerda bolalaringizni o'ynatish uchun ham balkonda yarim qismni bo'libdilar. Tor bo'lib qolmaydi-da. Mazza qilib o'ynab beradigan joy bolalaringiz ziq bo'lmaydi. Buni aytdingiz-a? Duv kontur qo'yilgan. Vazifasi nima buni? Vazifasi uyda isitib beradi. Qarang, azizlarim, bu uyimiz 5 etajli 4-qavatda joylashyapti, uglovoy. Lekin duv kontur qo'yilgan hisobiga hamma xonalarda radiator bor. Qishda sovuq bo'lmaydi. Yana bitta plyusini ayting. Uglovoydan ko'pchilik qo'rqishadi. Sababi uglovoy tomondagi devori har doim zax tortib, quyoshda yoki sovuq qor yomg'irda remontlarga zarar yetadi-da. O'shaning uchun uglovoydan qo'rqishadi. Lekin bunday plyus tomoni mana bunaqa quyosh borki, tushadigan joyda bo'lyapti.
agar mana hozir ko'rinayotgan bo'lsa, uglovoy tomon, mana bu devor tomonimiz quyosh tegadi, ya'ni Xuddi orqasi shunday. dom yog'adi. Ha. Quyosh to'g'ridan to'g'ri chekka tarafga tushayotgani hisobidan sizda hech qanaqa zax bo'lmaydi. Bilasiz, zax bo'lganda mog'orlash bo'ladi, boshqa bo'ladi, har yil o'ylaydi remontni. Yo'q, bu domda bunaqa narsa bo'lmaydi. Chunki bu domga shu именно угловой tarafga to'g'ridan to'g'ri quyosh tushyapti. Xo'p, balkonimizning yarim qismi mana shunday kuxonniy garniturlar bilan to'ldiribdilar. Ya'ni kuxnyani yarmini balkonga ko'chirganlar. Sizlar xohlasalaringiz, o'zlaringiz yangi texnikalaringizni qo'yib olasiz. Холодильник, gaz plita, vitishka normal ekan. Almashtirsalaringiz ham yaxshigina. Kuxonniy mebellarni ham almashtirib, o'zlaringizning xohishlaringizga mos qilib, didlaringizga mos qilib qo'ysalaringiz yashab beradigan uy. Mehrli uycha ekan, menga juda ham yoqdi. Skvoznayligi, xonalar kattaligi, juda ham Mana shu xonani ham tushuntirib keting. Bu yer o'zi kuxnya bo'lish kerak. Pishirish zonasi edi bu yer o'zi, proyekt Pishirish, bo'yicha. ha, xuddi shunaqa. Siz xohlasangiz bu yerni bitta детский komnata qilingdagini, kuxnyani polni balkonga ko'chiring. Ha, mana bu yerga. Ha, ana shunday. O'zi shundoq bo'lgan, mana kirmashinka agar bu yerdan olsam bo'ldi, ikkita kроватcha qo'ysam, misol uchun bu yerda spalnya bo'lyapti-da. Stиральный mashinkani olib qayerga qo'yamiz demang. Hammomda Joy bor, ha? hammomda Hammomdan ko'rdikmi? Ko'rmadik hali. Yo'q, hammomda men sizga ko'rsataman. Hammom bilan hojatxona qismi alohida ekan. Shuni hisobidan siz stiralkani hammomga ko'chirsangiz tor bo'lib qolmaydi va mana bu yer sizga bemalol yana bitta xona zo'r bo'ladi. Xo'p, mana shunday kuxnyadan o'tganimizdan so'ng bizlarda раздельный sanuzelimiz. Sanuzel mana bu yerda hammom qismi. Ko'rganingizdek vanna qo'yilgan, ariston, oyna qo'yilgan. Suv, gaz sveti qanaqa ekan? Gaz svet suvdan umuman muammo yo'q. Hozirgi vaqtda hamma biladi, Samarqand shahrida o'zi bu muammolar anchadan beri ko'tarilgan edi, lekin yildan yilga hamma sharoitimiz yaxshilanyapti. Allohga shukr. Xo'p, keyingi sanuzelimiz bu yerda hojatxona qismi. Hojatxonaga mana shunday chiroyligina qilib palaslar to'shab qo'yibdilar. Alohidaligi nimasi uchun yaxshi bilasizmi? Shoshib kelasiz, shunday issiq vaqtda hammomga kiraman desangiz, zaynat bo'lmaydi-da. Bemalol kirib, maza qilib. Shuncha hamma alohida bo'lsin degan sanuzel. Shunaqa. Kutib qolmaslik uchun albatta. Zo'r. Narxi nechi pul? 54900. Bunaqa narxga aytib qo'yay, vokzaldan 2 xonali variantdan topa olmaysiz. 3 xonali, skvoznoy, katta xonalarga ega bo'lgan kvartiramiz 54900. Oxirgi narx deyilyapti. So'raladigan narx shu, bundan savdosi yo'q, lekin tezda sotilib ketiladigan variant. Ipotekaga olsa bo'ladimi? Ipotekaga olish imkoniyati yo'q. Faqat naqdga asosida. Naqd pul asosida. Manzilni aniq ayting. Sartepo Yugoslavskiy 5 qavatli domda 4-qavatidan joylashgan 3 xonali kvartiramiz. Orientir 3 bochka. 3 bochkada. Mana shunaqa. Xullas, mana shu avzorimiz biroz cho'zilgan bo'lsa rozi bo'lasiz. Videoga like bosasiz, Bebinurni qo'llab-quvvatlaymiz. Suhrob House Instagram sahifasida aktiv hozircha Bebinur. Uyga o'tib, u yerda ham qo'llab-quvvatlashlaringizni so'rab qolamiz. Uy bo'yicha ma'lumot olish uchun ana shu uyga kirandagi raqamlarga telefon qilamiz. Sizni kuzatishda davom eting. Ko'rishguncha.